Allah ve kela. Palayın tanlamang dedi. Maqta yaptı qimmat olmaydi. Hop. Narxi arzon. O'ta arzon. Bo'ldi gap akalar. Ko'rishda qo'zimiz bor yana. Ko'rishda qo'zi bor. Ko'rish kerak uni ham. Uni sar qo'y bildirar ekan. Uni qulog'i yaxshi eshitganidan yaxshi qo'y. Yaxshi eshitgandan yaxshi qo'y. Mana akalar, qulog'i yaxshi eshitgandan yaxshi qo'yaptilar. Qara. Mashalloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilari. Akalar, xudo xolasa yangi birinchi qo'ldan chiqqaning Azizamjon degan akalarimizga xudo xolasa bugun o'ta maxsus video bo'ladi. Akalar, videoni oxirigacha ko'ring. Kanalda yangilar obuna bo'lib otangalar ham duo qilsanglar xudo xolasa akalar, xudo xolasa bir 200 boshda oshiq qo'y bor. Sariq, arashan hammasidan chiqadi. Yangi jumla olayotgan variantlardan. Akalar, xudo xolasa qo'nni qo'ralab to'la. Videoni oxirigacha ko'ring. Bittadan like bosib otanga rahmat deb tursalar, xudo xolasa qo'nni hamma qo'ralab to'la. Xudo xolasa nima deydi? Sariq hammasidan chiqadi akalar mana. Mashalloh, qo'zilardan junni olayotgan varianti bor. Sekin hammasi mana shu yerda qo'nni hammasi junni oladi bular. Sekin videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, xudo xolasa mana bunaqada junni olingan variantlardan bor. Mana. Mashalloh, qo'y xudo xolasa o'ta serob. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Bemalol akalar telefon qilib xudo xolasa bo'lmasam kelib ko'raman. Lakasa pakasa tashlab ber desalar, bemalol telefon qiling, xudo xolasa lakasa pakasa bemalol tashlab beradilar. Sekin o'sha gap, videoni oxirigacha ko'rib turing, xudo xolasa qo'ydi zo'rlari davom etaveradi. Akalar, o'sha arashan qo'zini o'sha optim joyidan men dollardaman, so'mda olaman degan akalarimizga o'sha optim joylariga yetganmiz, qarang. Mashalloh, zo'ridan olamiz degan akalarimiz chap qolsa deydi. Akalar, xudo xolasa o'sha gap. Videoni oxirigacha ko'ring, xudo xolasa anaqa zo'rlar, arashan tozalar. O'sha mashhur kim deysizmi, o'sha YouTube kanalimizda optim narxlarda qo'zini ham haqiqatan nima deydi? Ko'p olib kelib sotayotgan o'sha Sabir akamiz. O'rmay Sabir aka. Assalomu alaykum. Bugun o'ta boshqacha video bo'lar ekan-a. Xudo xolasa 200 ta qo'zi kelgan. Hozir videoni boshida qo'yib ketganmiz-mi deydi. Junni olayotgan variant shu hammasidan chiqadi bugun. Xudo xolasa 200 ta qo'y kelgan, narxlari arzon. Hop. Bir qator syomka qilib ko'rsatib beraman obunachi. Bo'ldi gap akalar. Mana xudo xolasa o'sha gap bittadan like deb bosishga arziydimi qo'zlar deydi. Sabir aka bayda birinchi paytdagi nechta? Bayda 30 ta oshiq, 33 ta qo'zi bor. 33 ta bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Mashalloh akalar qo'ydi qani. Haligi chaqa paqas unaqasi yo'q, mo qo'zlar qarang. Havasga boqadi. Tashqi hammasini quloq butunmi deyman Sabir aka? Qarang. Mashalloh, zo'ridan olamiz degan akalarimizga xudo xolasa tashab qoladigan joyi deydi-yu. Uni qarang, yiltir hisor. O'g'ana dumba ham tikka ekan. Razrez deydi-yu, xudo xolasa. Buni narxi ham olib kelish kerak. Mana akalar. Uni ham olib kelib sotish kerak. Xudo xolasa bugun borib akalar, o'ta arzon bo'ladi. Hafta kuniga akalar bugun dushanba 2025-yil 9-iyun akalar, bugun haqiqatan o'ta boshqacha video bo'ladi deydi. Videoni oxirigacha ko'rib turavering, xudo xolasa siz o'ylagan narxdan ham arzon bo'lsa, haqiqatan otangga rahmat deb yozib ketaverasizlar akalar, xudo xolasa. Sabir aka 33 bosh dedingizmi bu yerda? Mashalloh 33 bosh. Mashalloh 33 bosh xudo xolasa hammasini yemoq ichmoq sog'ligi zo'r. Sog'lom, o'ta zo'ridan olamiz degan akalarimizga sog'lomidan deydi. Necha oylik Sabir aka mashalar? Ular biz ham tepasida turmaymiz. Encha nari beri, aytavering. 5 oylikka borgan bo'lsa kerak. 5 oylik nari beri. Mashalloh, 5 oylik nari beri qo'zi qo'chqorlar. Sabir aka bundan ham 4 ta, 5 ta sotilaveradimi? Hammasini bir joyda sotamizmi bo'ladi? Olaman desa bitta ham sotaveraman. Kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Bo'ldi, gap aka mana. Kelishilgan holda bitta ham sotaman. Bitta haydar achashdan bitta bunday yurgizib o'tkazaylikchi mana akalar. Mashalloh. Mo qarang, o'ta boshqacha shikalantirang deydi-yu. O'sha shikalantka tushib ketgan ekan shiklatda u ham. Mashalloh, g'ozlar qarang. Xudo xolasa. Azizamjon. Buni qo'ydi ko'p maqtamaymiz. Hop. Qo'yimiz ko'p. Hop. Tez narxini aytamiz, syomkasini tugatamiz. Bo'ladigan bo'lani tars aytib qo'yganlar. Buni 3 million demaymiz. Hop. 2 million 850 mingdan o'sha uyi bo'lsa bo'ldi, dastavka qilib beraman. Yo'jichadan o'tamiz. Yo, o'tadaman. Hammasini bir joyda olaman deysiz. Sabir aka, bugun o'sha 200-300 bosh qo'z bor deyapsiz. Bugun bomba bo'lsa o'sha obunachilarimiz maza qilsin, shuni hayitlik bor, hayitlik narxlar olib kelsin deydi-yu. Bo'ldi, telefon qilishsin, bu 800 dan bo'ldi. Dastavka. Tirs. Ha. Tirs. Ha. O'ylanmasdan. 2 million 800 dan dastavkasi tekin. Jon hisob bo'lsin akalar mana. 100 ming pulisi bor. Xohlaganlarni tanlab olishaversin. Mashalloh. Kelib ko'rib deyishsa nima deydi? Lakasi pakasi tishlab berasizmi?
Lakasda bor. Hop. Hamma uyda manzili bor. Bemalol. Bemalol. Keling. Mana akalar. Bemalol kelib tanlab oling. 100 ming. Sarig'i mash xolos. Sar nechta 33 bosh. Qolgan hammasi qora kashta hisob. 170 tacha qora qo'chqor. Mana akalar 170 tacha qora qo'chqorlar bor. O'shaga videoni ochib ko'rib turing, qo'ydi zo'rlardan chiqadi deydi akalar, xudo xolsa. Siz o'ylagan narxdan ham arzon bo'ldi. 2 million 800 ming so'mdan xudo xolsa. Azizamjon 3 million sotyapti Shanavra ko'cha. 3 million. 3 million. Haqiqatdan bu zotga deb uni nima deydi? Bitta sotgan men o'zim ko'rdim. 400 dollar 400 sotganlarni ham ko'rdim. Xudo xolsa bugun bomba bo'lsa bomba bo'lib qo'ygansin dedi. Mana akalar buni hammasi bir kun oxiri go'sht dedi. Xudo xolsa shoshiling, bu qo'ylar haqiqatdan zotiga olasiz bu qo'ylar. Mana qarang. Mana shu yana bitta yurgizinglar, bitta yurishini ko'raylik. Buni yurishini ko'rsangiz ham mana shu haqiqatdan maza qilib olagansiz dedi. Mana qarang akalar, yurishini qarang. Mashalloh. O'ta polvon qo'zilar. Sobir aka, dastlabkasi qaygacha bo'ladi bularni? Hammasini olsa qarang. Hop. Hammasini olsa Hop, Buxoroga o'qib beramiz. Buxoroga. Samarqandga doğur, Buxoro. Samarqand. Xohlasa uyi bo'lsa bo'ldi. Nukus tomonlarga ham ketaveradi. Termizga doğur ham qilib beraveramiz. Bo'ldi gap akalar, mana tirs like deb bosib qo'ying, xudo hozir shu tomonlarga dastlabkasini yetib boradi. Lekin 4 ta 5 ta olamiz degan obunachilarimiz ish bitadi. Samarqanddan u yog'iga dastavkasiga ozgina yordam qilishadi. Yordam qilsalar. Ha. Demakki, buni 1 million 2 million olib ketmaydi hech qachon. Shunday. Biz bunga dunyo qo'yda qo'yavergan yo'qmiz. Ozdan qo'ya. Ozgina qo'yamiz, sotamiz. Demakki, qo'yimiz ko'p. 200 ta qo'ziga. 200 ta qo'ziga. Akalar, oz xo'ram, hamisha xo'ram dedi. Xudo xolisa azzadan qo'yiladi. Lekin Samarqandgacha yetkazib beradilar. Bemalol telefon qiling, xudo xolisa. Qo'ydi qarang. Mashalloh. Mana qarang. Tavsiya qilaveradigan joyi deydi, mana qarang. Quloqlar ham o'ta noyob joyi deydi. Uni bu qo'ylar samarqandliklar oladi. Haqiqatan o'sha ishqibozlari ko'pda shu tomonga ketadi. Ko'p sotganman mayna qo'y. Men o'sha aytgan sababim shu tomonlarga ham dastlabga qilib bersangiz, u tomonlarda ishqibozlari ko'pda. Dangal ishqibozi ko'p. Buni qo'ydi qarang, mana noyob. Noyob. Yarmi qora, yarmi oq. Yarim qora, yarimi olasidan dedi. Ishqibozlariga xudo xolasa ketdagilar 2 million 800 ming so'mdan optimiga. Telefon qiling, o'ylanmang, voy akalar, aytilgan narxda emas, xudo xolasa. Sobir aka telefonda telefon qilsa chayri qilib berasiz. Yo, azizamjon, o'zi taqalgan narx. Hech kim aytgani sotmaydi, chayri qilib berasiz. Hammani bir joyda olishni chayri qilib berasiz. Bo'ldi. Mana akalar, xudo xolasa hammasi ham emas, deydi akalar, xudo xolasa bemalol telefon qiling, xudo xolasa aytilgan narsa emas, o'tib beradilar. Qo'ydi qarang. 4 millionlari ham bor ekan, mana. Tirs dedi. Like bosib turing, yo'masam keyingi partiyalar. Mashalloh, akalar, mana qarang, o'sha uzun hisorisidan bo'lsa olardim, bunday yaltirab variantdan bo'lsa degan akalarimiz, akalar, mana. Mana qarang, o'sha barakali qo'ylarda o'sha nima deydi? Optim joylar dedi. Mana qarang akalar. Mashalloh, qo'zlar qarang. Hammasi oyoq qo'li o'ta uzun, hisori qo'zni olamiz degan akalarimizga xudo xolasa like deb bosib qo'ying akalar, xudo xolasa video tarqalishiga yordam bo'ladi. Kimdir siz tufayli qo'yilib bo'lib qoladi akalar, xudo xolasa. Nechta Sobir aka bu yerda? Bu sonini bilmayman. Anig'i. Qo'y ko'p, 200 tacha qo'zi bor. Xudo xolasa bemalol kelib 50 ta chiqadi. Bayda o'zida 50 ta chiqadi hozir. Mashalloh akalar, mana. O'zini qarang. Shu zo'rini olamiz degan akalarimizga xudo xolasa tashlab qo'yasiz. Sobir aka bundan ham o'sha bitta, 4 ta, 5 ta olamiz degan akalarimiz ish bitadimi axir? Ha, bemalol. Mana akalar, bemalol, xotirjam kelib ko'ring dedi. O'sha baribir ko'z bilan ko'rib tanlovingizga yetmaydi dedi. Xudo xolasa kelolmagan akalarimizga xudo xolasa video qilib tashlab beradilar. 10 tami, 5 tami bemalol telefon qilasiz, xudo xolasa. Nima dastlabga qilib yetkazib berasiz. O'zlari nima deydi? Vaqti yo'q akalarimizga. Bo'ldi, gap yo'q akalar, mana. Xudo xolasa kelolmaydigan akalarimiz telefon qiling, xudo xolasa 4 tami, 5 tami, bittami video qilib tashlab beradilar, xudo xolasa dastlabga qilib yetkazib beradilar. O'ylanmay aloqa chiqaring, bu hammasini sotayotgan emas. Xudo xolasa optim narxda, xudo xolasa shoshiling, ey. Bunda qarasa, xudo xolasa ha deb kelolmaydi. Bu qara. Bitta ham dumbalik osilgani yo'q ekan. Hammasiniki tikka dumba. Hammasi yiltir hisor qo'z ekan mana. Quloqlarni ham ko'ryapsizmi? Mashalloh, hammasi mana. Quloqlariga bitta e'tibor bering akalar. O'sha gap qulog'i nima deydi? Kommentariyada o'qib qoldim dedi. Qulog'i nima qilib beradi degan akalarimiz, qulog'i uzun qo'y, o'sha toza hisor. Lekin hammasi hisor uzun qo'ydan olamiz degan akalarimizga xudo xolsa tashab qo'rasa dedi. Necha oylik Sobir aka mana shu chiqollar? Salomini teppating. 5 oy, 4-5 oylik atrofida. Yemoq, ichmoq sog'lig'i garantiya beradi. Xotirjam. O'ylanmay. O'ylanmay kelishaverasizlar akalar. Ularni ham olib kelasiz, sotaveramiz. Sotaverasiz. Bo'ldi, gap yo'q. Sobir akamdek gap. Bo'ladigan gap narxi bo'ladi. Narxi arzon. Qanchadan? O'sha narxda 50 o'taylik. Qanchadan? Arashallarni qo'ydiku, o'shalar narxdan 28. 27,5 dan bo'ladimi?
Uni 28 dan qo'ydik. 28 dan qo'ydik. Bo'ldi 27,5 dan. Yo'q, 100 dan kam bo'lsin Sabir aka. Yo'q. Yo, endi bugun o'sha bomba solib qo'yaqasin deydi, yengil. Buni soni ko'p. Soni ko'p. Bo'ldi 27 dan. Bo'ldi. Jon hisob bo'lsa akalar mana 2 million 700 ming so'mdan xudo xolasa 10 ta olaman deysiz-chi Sabir aka mana shu yerda. Kelishaversin. Bitta olsa ham kelishaversin. Qancha bo'ladi 10 ta olsa? 100 ming pulisi bor. 100 ming pulisi bor. 10 tani tanlab olishaveradi. 2 million 800 dan. 10 ta oladim. Ha, 27,5 dan tanlab olsin. bo'ldi. Jon hisob bo'lsa akalar mana. Shoshiling, bundaqa noyob qo'zlar qayerda degan ekan o'sha gap. Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. O'sha arzon cho'ptimchilar qishlog'ida xudo xolisa o'sha gap. Laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turing, xudo xolisa arzonlar. Sabir aka bugunga shular. Xudo xolasa bugun ishlar qolganini qo'rada video qilib olaverasiz. Video qildik boshida, xudo xolasa, ha. Boshiga ham o'tkazib ketamiz. Vaqt kerak. Vaqt kerak. Kelib ko'rib, Qo'zi ko'p. qisqasi telefon qilgan akalarimizga video qilib tashlab beraveramiz. Bemalol. Bemalol. Bo'ldi, gap akalar, xudo xolasa, bemalol telefon qiling, xudo xolasa. Eng arzon qo'zi nechi pulliklari bor, Sabir aka? Eng arzoni. Masalan 10 ta olsa, Hop, 2 million 400 dan qilib beraman. eng arzoni qo'zlar. Ichkarida bor. Bo'ldi, gap akalar. Xudo xolasa shunaqalarni menga video qilib tashlab desangiz, tashlab beradilar. Qo'ylar hammasi basharalarga e'tibor bering. Yiltir hisor. Telefon qilavering akalar, bemalol ish bitadi. O'ylanmay dedi. Sabir aka bugunga shular yomasa. Xudo xolasa mana. Bo'ldi, gap akalar. Bugunga shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, lekin shoshilasizlar. Like bosishdan chiqmasin akalar, tamom.